Hammani qiziqtirgan toshbosda ravoj qanday qilinadi? Mana ravojimiz chiqqan. Atrofini tozalab, belini ko'ramiz, yo'g'ongina bo'lsa, tomirlari qimirlamasa, atrofini tozalab, mana bu yerga hozir tosh teramiz. Degan toshimiz ko'chib ketmasligi uchun mana bunaqa qilib pirsilab olamiz tagini. Yomg'irlarda ko'chib ketishi mumkin-da. Atrofiga yaxshilab toshlarni terib oldik. Mustahkamgina qilib. Endi mana bu sog'larni kiydiramiz. Mana bitta ikkita ravoj borligi uchun ikkita sog' mana kiydirdik. Endi bunga hozir tuproq tortamiz. Shunaqa qilib tuproqlarni atrofiga tortib pirsilab olamiz. Ko'mib oldik. 15 kunda ravoj aslida mana shunaqa bo'ladi. Yerdan chiqsa ko'k mana shunaqa bo'ladi. Endi biz mana bunaqa tuproq tortib, atrofiga tosh terib mana bunaqa chiqadi. Ko'ryapsizlarmi? Keyin mana shunaqa buzib teramiz. Keyin to'plab mana bunaqa qopga solib eshak keladigan joygacha yelkamizga olib tushamiz. Buni mehnat og'ir, endi qilgan biladi-da. Ko'rmagan, qilmagan bilmaydi buni mehnatini.